Assalomu alaykum YouTube kanali muxlislari. Bugun biz siz bilan hozirda dunyo markazida bo'layotgan fojia deb olsak ham bo'ladi, Eron-Isroil urushi. Mana shu davlatlarning xaritadagi joylashishini ko'rsatib o'taman. Albatta biz O'zbekistonga eng yaqin davlatlarda, ya'ni Turkmaniston orqali chegaradosh bo'lgan Eron davlati mana xaritada. Poytaxt Tehron shahri, unga yaqin mana bu hozirgi paytda dunyo nigohida bo'lgan Qum shahri, mana Isfahon, Hurram shahar kabi yirik shaharlar mana shu demak Tehron poytaxt atrofida joylashganligi ma'lum. Fors viloyati mana Bender Abbos, Chobahor kabi Fors ko'rfazi da joylashgan Eron shaharlari ham juda muhim strategik ahamiyatga ega. Eron hudud jihatdan ancha katta davlat. U janubda Fors ko'rfazi bilan chegaradosh, shimol Turkmaniston, Kaspiy dengizi, bu yerda mana Zakavkaziya bilan chegaradosh, Turkiya davlati, Iroq davlati bilan, Kuvayt davlati bilan ham chegaradoshligini ko'rishimiz mumkin. Eron iqtisodiy jihatdan ancha rivojlangan davlat. Bu yer neft mahsulotlarining juda katta zaxirasiga ega. Eron davlati asosan yassi tog'liklarda joylashgan. Shuning uchun bu hudud asosan cho'llikdan iborat. Juda sersuv daryolar bo'lmasa-da, lekin Eronda dehqonchilik ham juda muhim ahamiyatga ega. Chorvachilikka katta e'tibor qaratiladi. Eron davlati Afg'oniston, mana Pokiston davlatlari bilan ham sharq tarafdan chegaradosh. Eron uzoq vaqtlar davomida Yevropa va Amerika ta'siri ostida cheklovlar, iqtisodiy sanksiyalar ostida hayot kechirmoqda. Lekin shunday bo'lsa-da, Eron o'z oldiga qo'ygan maqsadidan qaytgani yo'q. Eron harbiy jihatdan ancha rivojlangan davlat. U hattoki hech qaysi davlat qilmagan ish, ya'ni Amerikaga qarshi chiqish darajasigacha boryapti. Bunga esa Amerika bilan neft shartnomasining uzilishi asosiy sabab ko'rsatdi.